Mana bozorni asl ko'rinishi. Bu tomonlar, bu tomon, mana bu tomon ovqat bozor, ovqatlanadigan oshxona tomon. Bu tomonlar kiyim-kechak. Mana bu tomonlarda produktlar. Bozor boshlanish tomonida somon press, bida press, qami shunaqa narsalar. Sal o'tganingizdan keyin yem bozor. Yem mayda-chuda. Sal buyerga yurilgandan keyin tovuq bozorlar bor. Tandir bozor. Mana bu tomon mol bozor. Bozor mana ko'rinishi. Chuqur bir soylikda joylashgan. Kelmaganlar bo'lsa, kelishini tavsiya qilamiz. Bu tomon Samarqand tog' atrofi zo'r joyda joylashgan, chuqurlikda joylashgan. Qizil bozor. Mol bozoriga kiraverishda karvat shunaqa narsa sotib turibdi. Eski narsalar bu tomonda mana. Bu tomondagi eski narsalar. Qora bola aytgandek jigarlar mana shunaqa bozorda. Yana hali boshqa bozorlar, xudo xohlasa, boshqa bozorlarni ham tanishtiramiz. Chiroqchini bozorlarini. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Musofirlarda yurtda yurgan musofir yigitlarning hammasini Allohim o'zi qo'llasin.